Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Muhtaram hocalar, hojonalar, avvalo Alloh subhanahu va taolo barchamizni inshaalloh ushbu ziyoratlarimizni, avvalo payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning yonlaridagi ashabi kiromni, Hazrati Abu Bakr, Umar, Usman va hokazo boshqa buyuk sahobalarni qabrlarini, ulardan qolgan ator atiqalarni qilayotgan ziyoratlarimizni Alloh azza va jalla qabul aylasin. Alloh subhanahu va taolo ularning izidan yurishni, haqiqiy ma'noda ham, ma'naviy ma'noda ham ularning izidan yurishni Alloh bizga muvaffaq qilsin. Ularning izidan yurib, ular kabi to'g'ri yo'lda yashashni, haq yo'lida jasoratli bo'lishni, haq yo'lda yashab umr o'tkazishni Alloh taolo barchamizga muvaffaq qilsin. Oxiratda ham Alloh taolo ular bilan bizni birgalikda jamlasin. Alloh subhanahu va taolo jannatul ma'volarda birga qilsin. Bu yaxshi umidlar bilan, garchi ularchalik bir fidokorlik bilan hayot kechira olmayotgan bo'lsak ham, lekin inshaalloh umidimiz bor. Alloh noumid qaytarmaydi. Xalqimiz ta'biri bilan aytganda noumid shayton deyiladi. Hech qachon umidni yo'qotmaslik kerak, umid uzmaslik kerak. Har qanaqangi holatda ham, garchi o'tgan hayotimizda gunoh ma'siyatlar bo'lsa ham, bo'lmasa ham, hokazo odamlar havas qiladigan hayot kechira olsak ham, kechira olmasak ham, lekin ala kulli hal har holikorda biz Alloh subhanahu va taologa umid qilishimiz kerak, umid bog'lashimiz kerak. Inshaalloh salaf solihlarimizni, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom va buyuklarimiz yo'lidan Alloh taolo ayirmasin. Ular bilan jannatda Alloh birgalikda hammamizni jamlasin. Amin. Biz hozir bu turgan mavqe ham, bu o'rin ham inshaalloh ana o'sha buyuklarimizni qanchalik fidokorlik bilan, qanchalik jasorat bilan butun hayotlarini, hattoki bor mol dunyosi yo'lda tursin, jonini ham tikib bo'lsa, yer yuzida tavhid, la ilaha illalloh kalimasi oliy bo'lishi uchun haqiqatlarning eng asosiysi, buyuk haqiqat. Allohdan boshqa ilohi yo'q yer yuzida, hech qayerda Allohdan boshqa iloh yo'q degan haqiqat. Bu haqiqat hamma haqiqatlarning onasi, muhtaram azizlar. Bu haqiqat bo'lmasa boshqa haqiqatlar tug'ilmaydi hech qachon. Ular uzoqqa bormay o'lib qoladi agar qisman vaqtincha haqiqat bo'lsa ham. Ana o'sha haqiqatni ular dunyoga yoyish uchun, yer yuzida saqlab qolish uchun Allohning yordami bilan ular jonlarini fido qildi. Hayot shunaqa narsa ekan, gohda g'alaba, gohda talofat bo'lar ekan. Bu ikkita narsani o'rtasida borib kelib turar ekan. Bu narsani ham bizga ular ibrat qilib ko'rsatib berdi. Birinchisi bu yerda eslab o'tmoqchi bo'lganimiz bu Uhud Sharif. Uhud Sharif deb qo'shib aytganmiz. Bu Uhud tog'i biz uchun haqiqatan ham sharofatli bir tog'. Xuddi boshqa ba'zi bir o'rinlar biz musulmonlar nazdimizda muqaddas sanalganidek, mo'tabar sanalganidek, muhtaram sanalganidek, biz uchun Uhud ham mahbub bir tog', suyukli bir tog'. Biz mo'min musulmonlar shundoq iymonimizga bog'lab olamizki, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom yaxshi ko'rgan narsalarni, Alloh yaxshi ko'rgan va payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rishni biz ham iymonimizni bir ajralmas qismi deb hisoblaymiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom kimni yaxshi ko'rsalar, nimani yaxshi ko'rsalar, qaysi kunni, qaysi oyni yaxshi ko'rsalar, biz xuddi o'sha narsani sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Bu bizning iymonimizning ajralmas bir qismi deb bilamiz. Biz bu e'tiqoddan yashashimiz kerak. Iymonimizning bir parchasi. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Ramazonni yaxshi ko'rardilar, Qur'oni Karimni yaxshi ko'rardilar, Ka'ba-i Muazzamani yaxshi ko'rardilar va jumladan mana shu biz ko'rib turgan ba'zilar nazarda oddiygina bir tog' bo'lib ko'rinayotgan, toshdan iborat bo'lgan joyni payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom Uhudni yaxshi ko'rardilar. Uhudni sevardilar. Hatto o'zlari aytadilar, Uhud bizni yaxshi ko'radi. Uhud yuhibbuna, hada jabalun Uhud yuhibbuna va nuhibbuhu derdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis sharifda bu Uhud tog'idir. U bizni yaxshi ko'radi. Biz ham uni yaxshi ko'ramiz deganlar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom. Ya'ni ancha-muncha insonning qo'lidan kelmaydigan yoki ancha-muncha insonlar ham hattoki muvaffaq bo'la olmaydigan sevgiga muvaffaq bo'lgan bir tog'. Ya'ni ancha-muncha insonlar bor, Rasulullohni yaxshi ko'raman deydi, Rasululloh yaxshi ko'rmasliklari mumkin ularni. Yoki ba'zi insonlar bor, payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rganlari bilan, lekin u balki o'sha darajadagi sevgini ifoda qila olmagan insonlar bo'lishi mumkin. Ammo bu tog' Alloh rasuli ham yaxshi ko'rgan tog', Alloh rasulini bu ham yaxshi ko'rgan tog'. Ikki tarafdan sevgi mukammal bo'lgan, ikki tarafdan ham komil bir sevgiga ega bo'lgan bu tog'. Shuning uchun ham bu muborak bir tog'. Bu tog' bizga ko'p narsani o'rgatadi, muhtaram azizlar. Bekorga payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom shunchaki bejizga bu tog' haqida ajoyib bir ta'rifni bermayaptilar. Bu tog' qiyomatga qadar mo'min musulmonlar uchun juda ko'p narsani dars beradi. Qiyomatga qadar dars beradigan narsalardan biz ayrimlarini sanab o'tmoqchimiz xolos. Ulardan biri bizga bu Uhud tog'i orqali payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hayotda doimo haq yo'lda turishni, haq yo'lda turgan inson gohida g'olib bo'lishi, gohida mag'lub demayman. Chunki musulmon hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Haqiqat mag'lub bo'lmaydi hech qachon. Ozgina egilishi mumkin, bukilishi mumkin, lekin sinmaydi hech qachon haqiqat. Xuddi shu kabi haqiqat mag'lub bo'lmaydi. Mag'lubiyat so'zini ishlatmayman men.
Lekin ba'zan talofat ko'rishi mumkin. Ba'zan alamli, og'riqli nuqtalar, kunlarga duchor bo'lishi mumkin. O'sha narsani o'rgatadi. Ya'ni hijratning 2-yilida musulmonlar Badr g'azotida, ya'ni hamma e'tirof qiladigan darajada musulmonlar g'alaba qildi. Badrda misli ko'rilmagan g'alaba bo'ldi. Badrning arslonlari, sherlari, haqiqiy asadullohlari mo'min musulmonlarga yer yuzida tavhidni qiyomatga qadar davom etish uchun ular bu ummatning yadro qismi, ya'ni poydevori. Poydevori mustahkam bo'lsa inshaalloh qiyomatgacha devorlar ozgina qiyshiq bo'lsa ham keyin to'g'rilanib ketadi. Ammo poydevor egri bo'lsa bo'lmaydi, bilasizlar. Devorning usti ming to'g'ri bo'lsa ham bo'lmaydi. Ya'ni salaflarimiz, sahoba-ikromlar bu ummatning yadro qismi, poydevori bo'lgan zotlar mustahkam bo'lganligidan alhamdulillah 14 asr qiyomatgacha inshaalloh davom etadi. Mana kelyapti. Bizni shunchalik noto'g'ri ishlarimiz evaziga ham din davom etyapti. Bo'lmasa biz shunchalik bevafoligimiz dinimizga, Qur'onimizga bevafoligimiz, shuncha biz nima deymiz, haligi boqib beg'amligimiz hisobiga ham dinimiz alhamdulillah yashayapti. Nimani hisobiga? Ko'plab sabablardan biri sahoba ikromlarni, bu ummatning avvalgilari, peshqadamlari, peshvolari, avvalgilari, ilklari shunchalik jonbozlik ko'rsa, to'g'ri yo'lda, to'g'ri hayot kechirib, to'g'ri yo'lda fidokorlik qilganliklarining bir inshaalloh bir natijasi bu. O'shalarning natijalaridan biri bu. O'shani demaylik, shu biri ulardan. Ana o'sha zotlar bizga yashashni o'rgatib beryaptilar. Ya'ni Badr g'azotida musulmonlar g'alaba qildi. Musulmonlar g'anima o'ljani qo'lga kiritdi, lekin Uhudda bunaqangi natija bo'lmadi. Turli sabablarga binoan. Sahoba ikromlar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni qiyomatga qadar ummatga dars bo'lishi uchun Alloh taolo bularni shunday bir omil qilib ko'rsatib qo'ydiki, ular sahoba ikromlar payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning ozgina bir tavsiyalariga qisman bir, ya'ni so'z topolmayapman to'g'risi, chunki sahoba ikromlarga nisbatan bu gapni aytishga tilim bormaydi. Chunki bu joyda yotgan zotlardan men uyalaman bu gapni ishlatishdan. Chunki ular beparvolik qildi desam yana ayb, dunyoga qiziqib ketsin yana ayb, chunki bu zotlar dunyo qiziqsa bu joyda yotmasdi ular. Agar ular payg'ambarimiz alayhissalomga sadoqat bo'lmagan bu joyda yotmasdi ular. Ular gul-guliston bog' hayot kechirishlari mumkin edi Makka da yoki boshqa joylarda va hokazo. Musab ibn Umayrlar masalan yigit edi, yigitlarning yigiti edi, boy edi, badavlat edi. Makka ko'chalarida sepgan atirni shunchalik xushbo'y, qimmat atir ishlatadi, qo'shni mahalladan hidi kelardi. Shunchalik bir, ya'ni qo'pol ayting, lyuks hayotdagi hayot kechirgan yosh yigit edi. Yigitlar yigiti edi Musab ibn Umayrlar. Ular bu joyda yotibdi. Abdulloh ibn Jahshlar radhiyallohu anhu ajmain, Hazrat Hamzalar va hokazo. Ayollardan ham hattoki yotibdi. Ayol bo'lishiga qaramasdan erkaklar qilmaganchilik ko'rsatgan bu Uhud jangi kuni qahramonlar yaratdi ummat uchun. Ya'ni qiyinchiliklar qahramonlarni tug'dirar ekan-da doim. Ya'ni ayni vaqt to'g'ri ba'zan munofiqlarni, ba'zan xoinlarni ham chiqarar ekan-u, lekin ayni vaqtda musulmonlar uchun Alloh har bir kunni yaxshilik qilib qo'ygan Alloh. Ya'ni yaxshi kunni ham, yomon kunni ham musulmonning foydasiga ishlaydi har qachon. Agar inson iymon bilan yashasa, Alloh taologa iymon, ishonch bilan yashasa, to'qlik kuni ham, yo'qlik kuni ham musulmonning foydasiga ishlaydi. Borligi ham, yo'qligi ham. Ya'ni odamlar ko'zida qiynalib yashash ham yoki taxtlarda yashash ham musulmon uchun ikkalasi barobar yaxshi kun inshaalloh. Shunga o'xshash musulmonlar talofat ko'rgan kun ham musulmonlar uchun dars bo'ldi. O'sha kunda ummat o'zini qahramonlarini tanib oldi. Ya'ni qahramonlar mana bu joyda yotgan zotlar. Hazrat Hamza radhiyallohu anhu boshchiliklarida, Asadulloh boshchiliklarida Abdulloh ibn Jahsh, Abu Dujona, Musab ibn Umayr, yana hatto ayol bo'lishlariga qaramasdan erkaklarga dars berib qo'yadigan mardlik borasida, Alloh yo'lida fidokorlik borasida Ummu Ammoralar mana shu joyda, ya'ni ular mana shu kunda qahramonlik ko'rsatishdi radhiyallohu anhu ajmain. Ya'ni bundan bizga o'rgatyaptiki, demak, musulmon kishi hayotni boridek qabul qiladigan inson bo'lishi kerak. Musulmon haqiqatni faqat shamolni qaysi tarafdan esishiga qarab o'tib ketadigan inson bo'lmasligi. Faqat yaxshi kun ko'rsa yoki nafsiga yoqadigan kun kelsagina o'sha tarafga o'tib olaverish bu musulmonlik emasligini. Musulmonlik hayotni boridek qabul qilish. Ya'ni musulmonda xuddi bir kun deganda tun va kundan iborat bo'lganidek, yorug'lik va qorong'ulik barobar kelganidek, islomiyat shu. Ya'ni ba'zan xursandchilik bo'ladi, bunyonda ba'zan musibat keladi, ba'zan musibatli kunlar ortidan xursandchilik Alloh taolo beradi. Lekin musulmon har qayerda qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar haqiqat tarafida tursa, Uhudning tepasida tursa ham, shuhada Uhudlar safidan o'rin olsa ham, Badrning qahramoni bo'lsa ham, Uhudning qahramoni bo'lsa ham, ikkalasi ham qahramon biz uchun. Badrning arslonlari ham qahramon biz uchun, musulmonlar g'alaba qilgan kun, musulmonlar talofat ko'rgan kun, Uhudning ham qahramonlar biz uchun qahramon. Biz ularni ikkalasini birdek qahramon deb bilamiz. Ikkalasi musulmonlar foydasiga alhamdulillah bo'ldi. Biz musulmonlarga bu narsani dars beryapmiz. Musulmon odam dinini, ya'ni haqiqat uzra din, haq bo'lgan dinini mustahkam tanishi avvalo, tanib o'sha yo'lda mustahkam turishni o'rgatadigan bir holat. Payg'ambarimiz alayhisolom bekorga butonni yaxshi ko'raman demayaptilar. Bu biz musulmonlarga hayotda shumlanmasdan,
doimo optimist bo'lib yashashni o'rgatishdir bu bir darslardan bittasi. Ya'ni vaholanki qaragan kimlardir agar shumlanadigan ba'zi odamlar bor, ba'zan ayollarni kamsitmoqchi emasman, ba'zi ayol tabiati insonlar bor. Oldin qora mushuk o'tsa ham haligi shumlanib qolaveradigan, sal ishi ushmay qolsa ham undoq bo'ldimikin, bundoq bo'ldimikin, ming bitta sabab, o'zidan ayb qidirmaydi, boshqadan ming bitta sabab. Hech bu oxiri bor Allohni aybdor qilib qo'yadiganlar bor hattoki. Bandasi qola qolib Allohni ham aybdor qilib qo'yadiganlar bor. Musulmon unaqa bo'lmasligini. Musulmon har qanday qiyin holatda ham tabassum qilishni. Musulmon har qanday zohiran qaraganda musulmonlarni boshqa bir balo kelishga sabab bo'lgan narsalarni ham modomiki u haq yo'lda turgan bo'lsa, uni sevishni, unga vafo ko'rsatishni o'rgatyapti. Payg'ambar alayhisalom ya'ni odamlarda shu xulosa bo'lib qolmasinki, mana shu Uhud sababidan biz mag'lub bo'ldik. Uhudda mana shuncha odam shahid bo'ldi, shuncha arslonlar, yigitlar shahid ketdi deya musulmonlar ichidan bir qiyomatgacha afsuslanish bo'lmasligi uchun Payg'ambarimiz alayhisalom bu yoqda shu Uhudni ko'rsak biz ichimiz ezilsa qanchalik, faqat bizni emas, Payg'ambar alayhisalom ichlari ezilgan. Hazrat Hamzani ko'rganlarida ichlari qon yig'lagan. Payg'ambarimiz alayhisalom ichlari to'kilgan. Juda qattiq siqilganlar. Buni ko'rganda Rasululloh kabi siqilishimiz, buni ko'rganda Rasululloh sevgan to'g'ri ekan deb qalbimiz xursand bo'lishi, ikkalasining o'rtasida muvozanat bilan yashash musulmon kishiga loyiq ekanligini biz bu joydan o'rganamiz inshaalloh. Shuning uchun demoqchimizki, inshaalloh bu qiyomatga qadar bu joylar ziyoratgoh bo'lib qoladi, chunki bu tog'ni Payg'ambar alayhisolom maqtaganlar. Hatto Payg'ambarimiz alayhissalom tog'ni yaxshi ko'rganlaridan tog' ham payg'ambarlarni yaxshi ko'rganliklaridan. Ya'ni bu ko'rilgan talofatni tog'ga hech qanday aloqasi yo'q, tog'dan shumlanish kerak emasligini payg'ambar alayhisalom bildirish ma'nosida keyinchalik ham bir gal Hazrat Abu Bakr, Usmon va Alini ikkalalarini yonlariga olib chiqqanlar. Tepalik Umar bilan kechirasiz Usmonni olib chiqib, yonlariga olib chiqib, tepalikka chiqqanda tog' Rasul akram alayhisalomning hali vafodorliklaridan. Ya'ni ozgina sabab narsa bo'lib, eski do'stlarni unutib tashlab ketib qolmasliklarini, ya'ni Rasululloh yaxshi ko'radilar tog'ni, tog' ham Rasululloh yaxshi ko'radi. Payg'ambar alayhisalom boyagi talofatga sabab bo'lgan yuza ko'rib ketmadilar payg'ambar. Yana tog'ga keldirishdi tog'ga. Kelgan paytlarida tog' xursandchilikdan deydi ulamolar. Xursandchilik tog' sevindi, tog' faraz qiling. Tog' xursandchilikdan sevindi, tog' qimirlay boshladi deydi. Qimirlay boshladi. Shunda Alloh Rasuli alayhisalom bizga o'sha insonlarni yuragi bormi deb yurimiz, yuragimizga ta'sir qilmaydi, lekin bu tog'ga qarab gapirdi. Xuddi tirik inson kabi. Demak, bular ham tushunishini, bu tog' deb o'ylagan narsamizdan qiyomatda guvohlik berishini, bular ham kim ahli iymon bo'ladigan bo'lsa, guvohlik berishini bizga bildirish ma'nosida Uhud dedilar. Ey Uhud, qimirlamay turgin dedilar. Tepangda nabiy turibdi, ya'ni payg'ambar turibdi. Siddiq turibdi, Sayyidina Abu Bakr radhiyallohu anhu ishora qilib va ikki shahid turibdi. Umar va Ali turibdi dedilar. Ya'ni Umar va Usmon turibdi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Undan keyin jim bo'ldi. Xursand edi, lekin jim turdi. Ya'ni bu degani payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom modomiki bir zotni yoki bir narsani yaxshi ko'rdilarmi, uni hayot davomida modam to'g'ri yo'l davom etgan bo'lsa yaxshi ko'raverardilar. Unga shumlanib qarab, undan yuza ko'rib ketish, vafodor inson edilar payg'ambar alayhisalom. Keyinchalik ham buni ziyorat qilardilar va boya gapni aytyaptilar. Demak, tog' ham xursand, tepalarga Rasululloh kelsalar, tog' xursand bo'lib ketyapti, ya'ni. Biz xursand bo'lmasak endi ayb bo'ladi, ya'ni. Bu joylarda payg'ambarimiz alayhisalom Ravza-i Mutahharalariga kelib, u zotni ziyorat qilib, u zot bosgan muborak bu tuproqlarni, bu gard g'uborlarni aytayapman. Ulamolar aytgan, Madina-i Munavvaraning tuproqlari kasalliklarga davo bo'ladi. Bu Zamzam kabi. Ishoning, ya'ni bu ulamolar tajribasida o'tgan narsalar ekan bu narsalar. Ya'ni bu qadar zaminda, bu tuproqlarda Alloh yurish nasib qildimi? Alloh o'zi sunnatlardan ham yurishni, sunnatlari bilan yurishni Alloh nasib qilsin. Inshaalloh shu ikkala qadam to'g'ri kelsa, bu jismoniy qadamimiz, oyoqlarimiz bilan inshaalloh ma'naviy hayotimiz Rasul akram alayhisalom, sahoba ikromlar yo'li to'g'ri kelsa, inshaalloh jannatda birga bo'lamiz. Alloh bizga xursand, ayni vaqt xursandchilik Alloh nasib qilsin. Shu hada Uhudni Alloh taolo rahmat qilsin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni yuraklarini tilka pora bo'lishiga sabab bo'lgan shu hada Uhudga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Alloh rahmati yog'sin, barakoti yog'sin. Qiyomatga qadar butun ummat ulardan minnatdor. Ummat shu qilgan ishlardan Alloh taolo ularni Alloh rozi bo'lsin, Alloh taolo. Ya'ni Uhud tog'ining nomini ham qismacha eslatmoqchiman. Uhud tog'ini ba'zi ulamolar 3 xil qilib gap aytadi. Nima uchun Uhud deb nomlangan? Bittasi shu tog'larning o'rtasida yolg'iz qolib ketganligi uchun bitta yolg'iz qolib ketgan tog' degan ma'noda deydi. Ikkinchi bitta ma'nosini bu ahadning tamsili deb aytadi, ya'ni Alloh ahaddir. Alloh yakka yagona, yakka nomi Allohning birligiga dalolat qiladigan ism. Ya'ni chunki bu tog' Allohning tavhidini bir belgilaridan biri. Chunki islomiyatda nima narsa ko'rsangiz, kimni ko'rsangiz, u hammasi tavhid uchun xizmat qiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom bizni nima uchun eslaymiz? Bizga yerda tavhidni o'rgatganlar uchun eslaymiz. Allohning birligini, borligini, haqligini, mislsiz, tengsiz zot ekanligini, ya'ni hamma narsa, hamma masjidlar biz nima uchun sevamiz? Allohning birligiga bizni eslatganligi uchun. Jumladan bu tog'am payg'ambarimiz nima uchun yaxshi ko'ryapti? Demak,
bu tog' va bu tog' atrofida bo'lgan voqealar hammasi la ilaha illalloh kalima shahodat uchun bo'lgan fidokorlik. Kalima shahodatni taqozosi biz buni sevamiz. Chunki Alloh Rasuli alayhissalatu vassalom sevganlar, demak payg'ambar alayhissalatu vassalom bu sog' sevgan bo'lsa, bizni ham sevadi. Chunki Rasululloh kimni yaxshi ko'rsa, u zotni yaxshi ko'rganlar Rasululloh ummatlarini yaxshi ko'radi inshaalloh. Masalan, Hazrati Musa alayhissalom boshqa payg'ambarlar Rasululloh ummatlariga hurmat ko'rsatmagan, Rasululloh akram alayhissalom hurmatlarini. Demak, bu tog' ham inshaalloh bizni yaxshi ko'radi, Xudo xohlasa. Bu tog'ni ham bizni ham Alloh bizni u tog'ni yaxshi ko'radigan, tog' ham bizni yaxshi ko'radiganlardan bo'lish Alloh nasib muvaffaq qilsin. Hazrat Hamza radhiyallohu anhu, Musab ibn Umayr, Abdulloh ibn Jahsh, Abu Dujona, Ummar kabi va hokazo butun radhiyallohu anhu ajmain butun barchalarini Alloh azza va jalla jannatda Alloh birga jamlasin, jannat firdavslarni Alloh taolo ato qilsin. Ularning yo'lidan yurishni Alloh barchamizni muvaffaq qilsin. Ya'ni biz bulardan fidokorlikni o'rganishimiz kerak, muhtaram azizlar. Ya'ni bu yerga keldik, umid qilib keldik inshaalloh. Shu buyuklarimizni Alloh yo'lini bersin hammamizga. Jumladan biz xalqimizga ham Alloh taolo bersin. Qiyomatga qadar avlod zurriyotlarimizga ham inshaalloh bu kabi muqaddas tavhid markazlarini Alloh taolo ko'rishni, ibrat olishni, ular asosiy hayotga inshaalloh hammasiga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka